Mamlakatimiz yoshlari salohiyatini yuksaltirish, ularni xalqaro akademik maydonda raqobatbardosh mutaxassislar sifatida tayyorlash yo'lida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada El-yurt umidi jamg'armasining ham ahamiyati katta. Ayni kunlarda jamg'arma mutasaddilari hududlarda bo'lib, xorijda tahsil olish istagida bo'lgan yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishyapti. Urganch davlat universitetida tashkil etilgan tadbir tafsiloti muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Tadbirda ishtirokchilarga El-yurt umidi jamg'armasi faoliyati, uning asosiy vazifalari va davlatimiz rahbari tashabbusi asosida amalga oshirilayotgan ishlar haqida atroflicha ma'lumot berildi. El-yurt umidi jamg'armasi shaxsan muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan tashkil etilib, bugungi kunga qadar 1,5 mingdan ortiq yoshlarimiz xorijdagi rivojlangan davlatlardagi yetakchi nufuzli universitetlarda tahsil olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Joriy yilda demak jamg'armaning birinchi stipendiya tanlovi o'tkazildi va unda ham 173 nafar yoshlarimiz demak O'zbekiston Respublikasi prezidentining El-yurt umidi stipendiyasi sohibi bo'ldilar va rivojlangan davlatlarda nufuzli oliy ta'lim muassasalarida tahsil olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Xususan 113 nafari demak bakalavriat yo'nalishida, 49 tasi magistratura yo'nalishida va 11 nafari doktorantura yo'nalishida tahsil olib, o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bugungi tashrifimiz ham yurtboshimiz tomonidan yaratib berilgan bunday imkoniyatni eng olis, eng chekka hududlardagi yoshlarimiz e'tiboriga, xotin-qizlarimiz e'tiboriga yetkazishdan iborat va biz imkon qadar o'sha barcha yoshlarimizni, kambag'al oilalar farzandlarini qamrab olishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. O'ylaymanki, bugungi uchrashuvlar ularga demak motivatsiya beradi, ularga bizning jamg'armamiz haqida batafsil ma'lumot beradi deb o'ylayman. Ta'kidlanganidek, jamg'arma faoliyatining bosh maqsadi iqtidorli yoshlarning nufuzli xorijiy ta'lim va ilmiy muassasalarda tahsil olishini qo'llab-quvvatlash, davlat xizmatchilariga xorijda malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish orqali ularning kasbiy mahoratini oshirishdir. Shu bilan birga uchrashuv doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining iqtidorli mutaxassislarning xorijda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash, ularda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish va rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyatiga ham alohida to'xtalib o'tildi. Bu hujjat mamlakat kelajagi uchun muhim bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashda yangi bosqichni boshlab berdi. 2023 yil El-yurt umidi stipendiya tanlovining g'olibiman. Rossiya Federatsiyasining Novosibirsk shahridagi Novosibirsk davlat universitetida magistratura bosqichini tugallab, mana hozirda Urganch davlat universitetida o'qituvchi sifatida dars beryapman. O'rgangan ilmlarimni bu yerda, ya'ni yangi O'zbekistonda yangi modelda qo'llab, hozirda Urganch davlat universitetida matematik analiz, teoriya funksiya va ehtimollar nazariyasi fanlaridan dars beryapman. Xorijda o'qish istagini bildirgan, ya'ni El-yurt umidi stipendiyasini qo'lga kiritmoqchi bo'lgan yoshlarga o'zimni o'rgangan ilmlarimdan kelib chiqib, ularga yo'nalishlar va ko'nikmalar berib bormoqdaman. Tadbirda ishtirok etgan doktorantlar, magistr va bakalavr talabalari, davlat tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan yosh kadrlar hamda ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari El-yurt umidi ochiq stipendiya tanlovlari o'tkazish tartibi, nomzodlarga qo'yiladigan talablar va hujjatlarni topshirish jarayonlari haqida batafsil bilib olishdi. Shuningdek, stipendiya tanlovlarida ishtirok etgan va hozirda xorijda tahsil olayotgan yoshlar tomonidan motivatsion uchrashuvlar tashkil etildi. Taqdimotlar, amaliy mashg'ulotlar va master-klasslar ham o'tkazildi. O'qishni xohlaganlar onlayn platformamiz orqali nomzod sifatida o'z hujjatlarini topshirishi mumkin. Bu hujjatlarni topshirgandan keyin hujjatlar ko'rib chiqiladi va tanlov jarayoniga o'tiladi. Tanlov jarayonida birinchi sharti test jarayoni bo'ladi, ikkinchi bosqichda suhbat jarayonlari bo'ladi. Biz o'zimizning stipendiyantlarimizni chet elda top 300 talik universitetlarda borib o'qib kelishini xarajatlarini 100% qoplaymiz. Bu xarajatlarga yashash xarajatlari, sug'urta xarajatlari, o'qish adabiyotlari uchun sarflanadigan xarajatlar, yiliga O'zbekistonga va o'qish davlatiga borib kelish uchun bo'lgan xarajatlar va boshqa stipendiyantlarimizni o'qishida kerak bo'ladigan moliyaviy xarajatlar barchasi qoplanadi. Tadbir yakunida ishtirokchilar ta'lim va ilmiy izlanish sohasidagi yangi imkoniyatlar haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Yoshlar o'zlarining bilim va mehnati bilan vatan ravnaqiga hissa qo'shish, ilmiy salohiyatni yuksaltirish va xalqaro maydonda yurtimiz nufuzini oshirishga doimo tayyor ekanliklarini bildirishdi.